Umr haqida so'z yuritar ekanmiz, muhtaram aziz jamoat. Har bir mo'min inson, musulmon inson o'tayotgan kunlari, oylar, yillarni g'animat bilishligi lozimdir. Chunki hech qaysi birimizning qo'limizda hujjat dalil yo'qki, men falon yoshga kiraman degan hujjat dalilimiz yo'q. Biror bir inson hujjat dalili keltira olmaydi. Shuning uchun mo'min inson, musulmon inson bu imtihon dunyoda hayot kechirar ekan, doimo yaxshi niyatda, yaxshi ishlar ustida bo'lishlik, harakatida bo'lishlik lozimdir. Savobli ishlarni qilishlikka harakat qilishligimiz lozimdir. Taroziga og'ir keladigan savobli amallarni harakatida bo'lishlik bu mo'min musulmon uchun. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda amallarning o'lchanishi haqida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Wal waznu yawma idhinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله العظيم. Alloh subhanahu va taolo A'rof surasining 8-9 oyati karimalarida shunday marhamat qilmoqda. Ya'ni o'sha kuni vazn, ya'ni amallarning tarozida tortilishi haqiqatdir. Kimning tarozisi og'ir kelsa, aynan o'shalar najot topuvchilardir. Kimning tarozisi yengil kelsa, ana o'shalar oyatlarimizga zulm, ya'ni inkor qilganlari sababli o'zlariga ziyon qilganlardandir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Muhtaram aziz jamoat, bu mezon tarozisi Alloh subhanahu va taoloning tarozisidir. Bu bandaning tarozisi emas, o'zini manfaatiga ishlata oladigan. Bu olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning mezonidir. Bu o'lchovda zarracha misqol narsa ham o'lchovdan chetda qolmaydi. Zarra misqolidagi narsa ham o'sha taroziga vaqti kelganda kerak bo'lishligini mo'min inson his qiladi.